Biz yaxshi kayfiyatda efirga qaytdik va albatta sizni kayfiyatingizni yana ham yuqori pog'onalarga olib chiqish uchun hamkasbimiz Shohjahon Karimovni ham efirga taklif etamiz. Shohjahon, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram teletomoshabinlar, barchangizga poytaxtning ajoyib manzillaridan jonli reportajni taqdim etyapmiz va qaynoq salomlarimizni yo'llaymiz. Ismim Shohjahon Karimov, tasvirchimiz Umidjon Turg'unov. Biz yana Palov muzeyidamiz. O'tgan safar kelganimizda biz sizga Palov muzeyidagi kinoteatrni, tomoshabinlar uchun, bu yerga keladigan sayyohlar uchun taqdim etilgan eksponatlarni ko'rsatgan edik va yana bir va'dani ham berganmiz o'shanda. Bu yerga keladigan mehmonlar, yurtimiz mehmonlari, sayyohlar, umuman ana shu palov shinavandalari nafaqat osh yeyishi mumkin, balki bevosita qadimiy tarixiy an'analarimiz, urf-odatlarimiz bilan tanishish imkoniyatiga ham ega. Masalan, meni ortimda turgan yigitning ismi Ravshanbek. U bu yerga keladigan sayyohlarga haqiqiy o'zbek choyxonasining go'zalligini ko'rsatib beradi. Ravshanbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bizning choyxonamizda o'tirib choy ichish mumkin. Va choylar samovarda damlanadi. Ha, choylar samovar, medniy samovarlarda choy ichish mumkin. To'xtang, men siz oldingizga o'taman. Qadrli do'stlar, bu yerga kelgan mehmonlar haqiqiy o'sha qadimda samovarlarda damlangan-ku. Endi hozir ham hududlarda, to'ylarda samovarda damlanadi choy va xuddi shu muhitdan bahra olish imkoniyatiga ega. Ana endi Ravshanbek, samovarda choy muntazam qaynab turadi, doimiy ravishda. Ha, qaynab turadi. Kelgan mehmonlarga necha xil choy damlab berasiz? 5 xil choylar qilib bera olamiz. Qora, ko'k, toshkentskiy choy, fruktoviy choylarni hammasini qilib bera olamiz. Toshkent choyi u qanaqa choy bo'ladi? Toshkent choyi bu ikkita choylarimiz. Qora, ko'k aralashtirib, apelsin, limon, olma solib, mata bilan, miyod bilan, asal bilan qovamiz. Oho, bizga qanday choy damlab berasiz hozir? Xohlasangiz, toshkentskiy choy qirq qilib bera olamiz. Bizga Toshkent choyi damlab bering, bitta ichib ko'ramiz. Aziz do'stlar, men o'zim Toshkentda yashab, Toshkentda tug'ilib o'sib, Toshkent choyi borligini endi eshityapman. Umuman, men choyxonalar haqida ozgina sizga gapirib bermoqchiman. Choyxonalarning tarixi juda ham bir qadimga borib taqaladi. Qadimda choyxonalar yirik shaharlarda, karvonsaroylar oldilarida joylashgan va u yerda o'sha yo'lovchilar, sayyohlar, olimlar, mahalliy aholi, tadbirkorlar uchrashib, suhbatlashib, fikr almashadigan joy bo'lgan. Ya'ni choyxona atrofida ana shuncha qadriyat bor, ana shuncha madaniyat bor. U yer faqatgina choy ichib qorinni to'ydirib ketadigan joy bo'lmagan. Asosiy o'sha deylik shahar hududidagi yangiliklar ham choyxonalarda eshitilgan, muhokama qilingan va hokazo. Keyin choyxona deganda biz qorin to'ydirib ketadigan kafe, restoranlarni tushunishni boshlaganmizda, aslida choyxona madaniyati juda katta madaniyat va O'zbekistonda aynan mana shu sayyohlarga xizmat ko'rsatiladigan manzillarda bu kabi madaniyatlarimiz davom etyapti. Va yana bir narsa, ajoyib bir choynaklar, piyolalar qo'yib qo'yilgan. Aynan mana shu stullarga o'tirgan sayyohlar choy qaynagunigacha deylik shu milliy noz-ne'matlarimizdan ham bahra olishlari mumkin yoki turli mevalardan tatib o'tirishlari mumkin bo'ladi. O'zbek nonushtasi degan tushuncha borligini biz sizga doimiy ravishda ta'kidlaymiz. O'zbek nonushtasida bo'ladigan shu mevalar, novot, magis, turshak, quruq mevalar, yong'oq, hammasi bu yerda borligini ko'ryapmiz va bilasizmi, mendagi ma'lumotlarga qaraganda aynan mana shu yerdagi samovarlar mana 1988-yil Qo'qonda ishlab chiqarilgan ekan, yasalgan ekan, mana yozib qo'yilgan 1988-yildagi samovarlar va men sizga xalal bermayapman? Samovarlar va Ravshanbek, samovardagi choy bilan biz oddiy shu uyda choygumda ichadigan choyimizni farqi bo'ladi, bilasizmi? Ha, farqi bo'ladi. O'zi medniy samovarlar ichida. O'sha suv qaysidir ma'noda yumshoqroq bo'ladi samovar. Ha, yumshoqroq bo'ladi. Mazaliroq bo'ladi deyishadi. Xo'p, hammasi tayyormi? Ha, choy tayyor. Choy tayyor. Demak, Toshkent choyidan ichib ko'ramiz, qadrli do'stlar. Bu jonli efir. Biz sizni ham taklif qilamiz. Toshkentda ana shunday qadriyatlar, an'analar nima deydi, ko'rsatiladigan ajoyib manzil bor, bu Palov muzeyi.
Haligi mana shunaqa choy quyib bersam, dadam orqasiga ham quymabsan-da bolam derdilar. Wow. Juda ham mazali. Men buni oxirigacha ichib ketaman. Ravshanbek, sizga omad. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aziz do'stlar, xo'p, keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz. Keyingi lokatsiyamiz ham aslida shu yerda. Biz mana shu yerga keladigan sayyohlarga yaratilgan qulayliklar va jonli eksponatlar haqida gapirgan edik, yodingizda bo'lsa. Hozir ana shu jarayonlarni sizga ko'rsatish istagidamiz. Choyni ichgan sayyoh bemalol ana shu yo'ldan o'tib qalampirlarni osib qo'yilgan, mana qalampirlar boshqacha baribir suv ustidan ko'prikdan o'tib keyin o'sha Nonvoy akamiz tarafga yo'l olamiz. Muhtaram teletomoshabinlar, bu yerdagi osib qo'yilgan qovunlarga alohida ahamiyat berishingizni so'ragan bo'lardik. Assalomu alaykum, hormanglar. Keladigan mehmonlar bemalol aynan mana shu jarayonlarni jonli kuzatish imkoniyatiga egalar. Ya'ni gastronomik turizm degan tushuncha bor-ku, ya'ni taomlar bilan bog'liq, yeguliklar bilan bog'liq turizm yo'nalishi. Va aynan mana shu turizm yo'nalishida muhim bir jihat bor. Sayyohlar o'z qo'llari bilan ana shu milliy noz-ne'matlar tayyorlab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Hech bo'lmasa jarayonda qatnashib ko'rishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Zuhriddin aka. Zuhriddin aka, meniki Shohjahon. Tanishgandan xursand. Bu yerda qanaqa non yopasiz? Aka, bu yerda 4 xil nonimiz bor. 4 xil nonimiz bor. Oddiy lipyoshkamiz bor, patr nonimiz bor, go'shtli jizzali nonimiz bor. Sayyohlar, mana qaranglar o'rtoqlar. Mana shu tomondan yurib kelayotgan mehmonlar bemalol panorama shaklidagi oynadan akamizni ko'rib o'tishlari mumkin. Albatta. Albatta faqatgina ko'rib o'tishlari, videoga olishadi o'zlari uchun. Yo'qmasa yoningizga kelishadi. Yonimizga kelib non uzib ko'rishlari mumkin. Mana xohlasangiz o'zingiz ham uzib ko'rishingiz mumkin. Keling, men uzib ko'ray rostdan. Vau, kulcha yopib qo'yibsiz-ku. Aka, hech boshlovchilik qilganmisiz? Yo'q, endi birinchi marta. Bugun men boshlovchiman. Qaysi Hop, birini qizarganni o'zing. Pishganni. Ha, amalladim. Keyingisini ussam sizni Sindirib yeb ko'ring-chi. Oh. Aziz do'stlar, Dilafruz opa, shuni yarmini sizga olib boraman, va'da beraman. Shukurjon akani bugun teatrda roli bor. Yaxshi bir spektakl taklif qilamiz hammani. Aka, qo'lingiz dard ko'rmasin. Juda ham mazali. Necha yildan beri non yopasiz? Xudo xolasa 11 yil bo'ldi aka. 11 yil. 11 yildan beri novvochilik qilaman. Bir necha xildagi nonlar? 15 turdagi nonlari qo'limizdan keladi. 15 turdagi nonlar. Nechidan ishingiz boshlanadi, nechigacha? Ertalabki soat 9dan o'sha kechga soat 9-10 gacha. Ma'lumot uchun, aynan mana shu jamoa biz uchun biroz vaqtliroq faoliyatini boshlab berdi. Biz ko'rsataylik odamlarga deganimiz uchun ham. Sayyohlarga eng ko'p yoqadigan noningiz. Deylik, mana Amerikadan kelishyapti, Yevropadan kelgan sayyohlarimiz uchun imini mana shu nonimiz juda yoqimli, o'zlariga yoqib iste'mol qilishadigan nonimiz shu. Ruxsatingiz bilan men tasvirchimizga ham Umidjon, qo'ying. Sizga ham ilindim. Yoqyapti ularga. Nimaga desangiz, bu non yoqsiz. Ko'p odam dietetskiy non xohlaydi-yu. Ha, bu yoqsiz. Yoqsiz. Обычный nonni suv o'ziga bo'ladi. Zo'rda bu qaymoq bilan. Non ishiga qaymoq bilan aytadi-yu, deydi. Gap yo'q. Aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishingizga omad. Aziz do'stlar, biz ham xursandmiz. Nonlaringiz kuyib ketib qolmasin. Bu jonli efir biz Toshkentdagi Palov muzeyidan mazkur reportajni e'tiboringizga havola qildik va tasvirchi Umidjon Turg'unov, ismim Shohjahon Karimov, biz studiyaga qaytamiz. O'zbekistonga albatta keling. Juda ham ajoyib. Haqiqatda bizga nasibasini ham ilinib keladigan hamkasbimiz, do'stimiz Shohjahon, boringizga shukr deymiz. Albatta bu muzeyga borishimiz va albatta ijodiy jamoa bilan bir mehmon bo'lib kelishimiz kerak, chunki har doim ko'rganimizda bir borgimiz kelib ketaveradi. Sizga ham mana shunday hissiyotlar hamroh bo'layotgan bo'lsa, albatta boring, ko'ring, u yerdagi jarayonlarni ko'zingiz bilan ko'ring va guvohi bo'ling derdik.